Baqara surasining 26-oyatidagi shunchaki bitta so'z ichiga yashiringan ilmiy mo'jiza. Ushbu oyatda Alloh taolo pashshani misol tariqasida keltirganida arabcha bo'lgan ma'udata so'zini ishlatadi. Bu so'zning oxiridagi to harfi muannas, ya'ni urg'ochi jinsni anglatadi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, bu oyatda shunchaki har qanday oddiy chivin nazarda tutilmagan, balki u bevosita va aniq qilib urg'ochi chivinga ishora qiladi. Lekin nega aynan urg'ochisi? Erkak chivin emas. Zamonaviy biologiya yaqindagina shuni isbotlab ko'rsatdiki, erkak chivinlar faqatgina o'simlik shirasi bilan oziqlanadi va odamlarni aslo chaqmaydi. Bizni chaqib badanimizdan qon so'radigan chivinlar esa urg'ochilardir. Chunki ularga tuxumlarni rivojlantirish uchun qon tarkibidagi ozuqa moddalari juda zarur bo'ladi. Va bu holat faqatgina shunchaki chivinlarda emas, Qur'on asalarilar, chumolilar va o'rgimchak haqida gapirganda ham aynan muannas, ya'ni urg'ochi shaklini qo'llaydi. Bugun biz bilamizki, asalarilar va chumolilar orasida inidan tashqariga chiquvchi va jamoaga xizmat qiluvchi barcha ishchi guruhlar mutlaq urg'ochilardir. O'rgimchakka kirsak, Qur'on o'sha to'rni to'qiydigan va quradigan hasharot uchun ham ayol jinsi shaklini ishlatgan va eng ajablanarlisi, o'sha o'rgimchak to'rini haqiqatan ham to'quvchi o'rgimchaklarning bari faqat urg'ochilardir. Bunday ochiq biologik faktlarni bundan 14 asr avval mikroskoplar va laboratoriyalar mavjud bo'lmagan davrda bayon qilinishi bu ulug' kitobning faqatgina Alloh taoloning haqiqiy kalomi ekanligini yaqqol ko'rsatadi.